Hozir qo'llarimni o'ynatib mant qilamiz. Oyi ko'k bilan qovot tayyor. Lekin go'shti chuchvaraga kelib qoldi. Hozir boplayman-da. Tabiiy apparatimiz bilan xamir yoyamiz. Bitta xamirni ikki xil ovqatga qilamiz, ham mantiga, ham chuchvaraga. Nachinkasini tayyorlash boshladik. Qovoqga ham ozgina kartoshka aralashtiramiz. Go'shtga ham ozgina kartoshka aralashtiramiz. Ko'kni ham o'zini qilmaymiz, kartoshka bilan qilamiz. Piyoz, piyoz, bunga ham piyoz. Endi mani erkatoyimga ham mana nachinkaga piyoz, chuchvara, tuz, zira murchkashnish pripravalarini sepib chiqamiz. Endi bismillahirrohmanirrohim deb mehr bilan aralashtiramiz, mehr qo'llar bilan. Endi chuchvarani noodatiy tarzda yopishtiramiz bir-biriga, mana bunday qilib. Yoshlar yaxshi ko'radi noodatiy narsani, mana bolam bugun xursand qilaman. Ajoyib ovqatni pishirishga qo'yamiz. Xudo xolasa 40 minutda pishadi. Mana ovqatim pishdi. Ajoyib chuchvaram, ko'k manti, go'sht manti, qovoq manti. Bittada har xil nachinkali xamir ovqatga nima deysizlar azizlarim? Hozir buni yeb ko'ramiz. O'g'limni ham chaqiramiz. 3 xil nachinkada yana yoniga chuchvarasi bilan hozir buni yeb ko'ramiz azizlarim. Masallan. Zo'r chiqdi oyi. Ham ko'pligimi? Ko'k, qovoq, go'sht. Bittada 3 xil nachinkali xamir ovqat azizlarim. Bu soklarni oqishini qarang, bu sochli. Qo'llarim ham kuyib ketyapti. Mana qovoqlarimni etmaysizmi? Bu xamirlari hilolaxon. Voy. Noodatiy tarzda chuchvaramni yeb ko'raman endi o'zim ham. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi просто вообще prям. Hammani ko'yini bittada olishi ilojisi bor azizlarim. Osh bo'lsin.